boylik ilmga qarab berilmaydi. Qanaqa odamlarni farzandlarini kelin yoki kuyov qilay desa aytamanki, uyida kitob javoni bor, kitob o'qiydigan, mutolaa qiladigan oiladan qiz yoki kuyov, kelin yoki kuyov qiling deyman. Mutolaa qilinadigan oilada u oila mayda-chuyda narsalarga e'tibor qaratmaydi. To'g'ri, undan oldingi qoida bor, Xudodan qo'rqadigan insonlar bo'lish kerak. Lekin Xudodan qo'rqadigan odam bo'lish uchun ham kitob o'qish kerak-da, domla. Yoki hech bo'lmaganda kitob o'qiydiganlarni eshitish kerak. Ilmga ozgina muhabbatli bo'lish kerak-da. Na o'zi kitob o'qimaydi, na kitob o'qiydiganlarni eshitmaydi, na hech bo'lmaganda ilmlilarni yaxshi ko'rmaydigan oila, faqatgina pulni sevadigan oilaga, faqatgina moddiyatni dunyoning asosiy ustuni sifatida ko'radigan oilalardan qiz ham olishni, qiz ham berishni men tavsiya qilmayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Eng ko'p kitob o'qiydigan top 10 ta davlatni ro'yxati chiqdi. Afsuski biz hatto 100 talikda yo'q ekanmiz. Bu nima degani? Biz kitob o'qimayapmiz-a? Biz fikrlamayapmiz degan. Bobom rahmatli aytardilar-da. Bobom rahmatli yoshlari ulug' bo'lganda ham 92 yoshda vafot etgan, doim kitob o'qirdilar yoki gazeta o'qirdilar. O'sha paytda chiqqan gazetalarni o'qirdilar. Gaplashsangiz butun dunyoni kezgan odam bilan gaplashgandek bo'lasiz. Bolam, men shu kitob o'qimaydigan, kitobdan uzoqroq bo'lgan odamdan sen ham uzoqroq bo'l der. Chunki u odamni bobom rahmatli sal qo'polroq o'xshatib qilgan, lekin bugun 100% isbotini ko'ryapman men. Umuman kitob o'qimaydigan odamlarni hayvonlardan ko'p ham farqi yo'q der edi. Chunki u ham yeb ichib, yotib dam olish uchun yashaydi, bu ham shu. Farqi yo'q. U boymi, kambag'al? Yana bitta joyini qo'shib qo'yaylik. Boylik ilmga qarab berilmaydi. Halovat bilan baxt, lekin ilm orqali erishsa bo'ladigan narsalar.